Labay. Bugungi majlisga novchani ham chaqiring. Novcha kim? 6 yildan beri shu idorada ishlab novchani kimligini bilmaysizmi? Novcha o'zimizni plan bo'limini mudiri o'rtoq Xaltayev. Yana kimni chaqiray? Xiltironi, Mallani, Jiblajibonni, Afandini, shu domlarni, Masxaravozni, Charli Chaplinni, Burunboyni, Xo'rozni, ulama sochchi, xullas, hammasini chaqiring. Kechirasiz, o'rtoq direktor. Aytgan odamlaringiz birontasini ham tanimayman. Omon bo'ling. O'tiring. Men hozir hammalari bilan birma-bir tanishtiraman. Yozib olasiz. Qog'oz qalam oling. Qiltiriq. Kadrlar bo'limining mudiri Ozg'in Isaboyev bo'ladi. Malla Kasir. Sapsaro kishi. Tillayib. Jiblajibon. Ko'kshim. Qizil ko'ylak. Ola galstuk taqib yuradigan Mamarayim. Nasriddin apandi. Ekspeditorimiz. Qizoq kishi bor. Vahab akammilar? Ha, o'sha. Shu domlarni bilasiz. Ikki gap birda shu deb turadigan Osimxonov. O'sha. Yozdingizmi? Ha. Masxaravoz. Meni sho'pirim. Muhammad. Xo'roz. Peshanasida qizili bor Ahlan Yamak. Ulama soch. Ana praktikaga kelgan qiz. Oti nima edi? Xurramxon. Ha, Xurramxon. Tushundingizmi? Tushundim. Ko'ring. Mana shu lug'at ro'yxatni stolingizga oylani tagiga bostirib qo'ying. Xo'p bo'ladi. Keyin adashmaydigan bo'lasiz. Boring. Xo'p. Labay. O'zi nima gap? Boydan bir telefon jiringlaydi. Qulomiyani yeb tashadi-ku. Olyapman, olib javob beryapman. Hadeb chaqiravuradi. Kim? Kimligini bilmadim. Sarımsak piyoz bormi deydi. Yo'q deganimga qaramay, jiringlatgan. Hayronman. Bizni idoramizda sarımsak piyoz nima qiladi? Shunaqami? Bunday bo'lsa, trubkani siz olmang. O'zim olaman. Tushunarlimi? Alo. Mana oling. Yana sarımsak piyoz deyapti. Hozir. Kim bu? Amin. Ha, sarımsak piyozmi? O'zing kimsan? Ha, shoptar qoqimisan? Yo'q, sekretarim. Anu boru tasqarroq. Ha? Lampashsha. Ha, o'sha lampashsha. Hop. Salomat bo'l. Salomat bo'l. Nima bezrayib turibsiz? Boring. Odamlarni chaqiring. Sarımsak piyoz ey. Lampashsha.